Aleksandr Makedonskiyning qabridagi la'nat. Butun dunyoni titratgan va ulkan imperiyani tuzgan Aleksandr Makedonskiyning qabri hozir qayerda? Uni Rim imperatorlari, qirollar va zamonaviy arxeologlar qidirishgan, ammo qabrni haligacha hech kim topa olmagan. Afsonalarga ko'ra, qabr ortida la'nat bor. Tarixiy manbalarga ko'ra, Aleksandr Makedonskiy vafot etgandan keyin uning jasadi uzoq yo'lda buzilib ketmasligi uchun uni oltindan yasalgan katta bir tobutga solishgan. Tobutning ichini esa toza asal bilan to'ldirishgan. O'shanda odamlar asal jasadni chirishini oldini oladi deb ishonishgan. Makedonskiy ko'milgan joy ziyoratgoh bo'lgan, hattoki uni qabriga Yuliy Sezar kelgan, ammo vaqt o'tishi bilan uning qabri to'satdan yer yuzidan g'oyib bo'ladi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Makedonskiyning qabrini ochishga va oltinlarini o'g'irlashga harakat qilgan har bir inson dahshatli tarzda halok bo'lgan. Xo'sh, qanday qilib butun boshli bir ulkan oltin maqbara va Aleksandr Makedonskiyning jasadi izsiz yo'qolib qolishi mumkin? Yaqinda Iskandariya shahrida qadimgi qora tobutni topishadi. Olimlar tobutni ochib qarashganda qattiq hayratga tushadi. Videoni davomini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling.